o'ynaymiz. Barcha turdagi mahluqlarni o'ldirish topshirig'i uchun mana bu mahluqni o'ldirsak ham bo'ladi. Ajoyib. Bazaga qaytganimning sababi esa menga kerakli it bazani oldida juda ham ko'p bo'lgan mana bu biyomda uchraydi faqat. Shunchalik ham omadsiz bo'lamanmi? Bo'lishi mumkin emas. Qora kitobga kiritilgan deb o'ylay boshlagandim. Itlar kolleksiyasi jamlandi. Bu dunyoda qancha odamlar o'zini soatlab umrini qayoqdagi topshiriq uchun sarflarkin? Aytgancha men bu itni o'zim bilan olib ketishga qaror qildim. Sen endi uyimni qo'riqlaysan. Aytgancha izohlarda unga nom o'ylab topsangiz bo'ladi. Qiruvchi sinovini bajarish uchun meni o'ldirmagan atagi 4 dona maxluq qolibdi. Kelinglar hozir shu bilan shug'ullanamiz. Yo'q, oldin chopgan ekanman buni. Lekin men aniq bilaman kimni chopmaganimni. Zombi Hoglin. Faqat zombiga aylantirishdan oldin ularni ko'paytirish ham kerak. Ey, men bularni zo'rg'a to'pladim. 5 daqiqa kutish kerak degandim, lekin video olishni boshlash esdan xullas bir yarimta jonim bor, ularni ko'paytirdim. Bittasini bo'lsa oddiy olamga yubordim zombi versiyasiga aylanishi uchun. O'zi qaytib keldi, naqadar qulay. Yana qaysi mahluqlarni o'ldirmadim ekan, a? Shakarqamish plantatsiyalarini kattalashtirayotganimda esimga tushdi. Botqoq skeleti, uni ham topdim, boshini ham oldim. 2 dona mahluq qoldi, lekin gap shundaki, men bu qaysi mahluqligini tasavvur ham qila olmayapman. Balki bironta raydda qatnashadigan mahluqdir deb rayd ham o'tkazib ko'rdim. Yo'q, ular emas. Esimda yo'q vaqt davomida porox fermasida turganimdan so'ng va nihoyat esimga tushdi. Zombi Nautilus va zombi ot. O'zi ham kamyob narsa ekan bu zombi Nautilus deganlari. Va yana bitta gigantlar sanchqisiga ega bo'ldim. Oxirgisi esa zombi ot. Hech bo'lmasa men shunday deb o'ylayotgandim. Zombi otni topish muammo bo'lmadi, lekin ular juda ham xavfli bo'lib ketishibdi. O'ldirganimdan keyin esa hech qanday topshiriq albatta bajarilgani yo'q. Yana boshqa qotirib Minecraftdagi hamma mahluqlarni sanab chiqib shuni tushirib yetdimki, menga zombi yetishmayapti. Cho'lga kelganimda esa tong otibdi. Shu sabab tunni kutishga to'g'ri keldi. Lekin shunga qaramasdan men va nihoyat kerakli mobni topdim. Qiruvchi, menimcha ko'proq mahluq ovchisi mos kelardi. Hammayli biz buni uddaladik. Ko'pgina mahluqlarni shu vaqtgacha shunday ham o'ldirganim uchun bu unchalik ham qiyin bo'lmadi. Endi nima bilan shug'ullansam ekan deb o'ylab turganimda mesh polvonni ko'rib qoldim. Barcha taomlardan tatib ko'rish vaqti yetib keldi. O'zi ham nayzani shonli davrlari keldi, juda ham yordam beradi. Bitta lavlagi yeymiz, orqasidan lavlagini sho'rva ichib yoramiz. Bir yo'la oltin sabzi zaxiralarini to'ldirib olsa ham bo'ladi. Qiziq, achitilgan o'rgimchak ko'zini yeb bo'lmas-ku. Lekin tarvuzda o'rgimchakni ko'zini va xom go'shtni yesa bo'ladi. Kimlarni ko'ryapman? Butunlay esimdan chiqib ketibdi men dinozavrni tuxumini o'rnatganim. Tirikliging yaxshi, hali asqotasan. Xursandligimdan hattoki tort ham tayyorlab yeb ko'rdim, lekin bu meshpolvon uchun kerak emas ekan. Bu dinozavrimiz yer tagidan ko'rib olgan ekan. Uni ekkanimni bilaman, yana bir topshiriq bajarildi. Hozir bildim bunaqasi borligini. Sabzi, pishirilgan quyon, pishirilgan kartoshka va qizil qo'ziqorinni qo'shganimni bilaman, sho'rva bo'ldi. Eng qizig'i shuncha narsani alohida yesa qorin yaxshiroq to'yardi. Orqasidan qo'ziqorinli va sirli sho'rvalarni ham yeb yubordim albatta. Sho'rvalar bilan tugatdik. Shunga qaramasdan men hali narsa yeyishim kerak. Har bitta go'shtda xom versiyasi va pishgan versiyasi. Go'shtlarni g'archirlatdik. Buni ham yesa bo'ladi. Xorus esdan chiqibdi. Osh qovoqli pirog shunaqasi borligini bilarmidingiz o'zi? O'ldiradi-ku. Kamron. Nima? Telefon qani? Bilmayman. Men sendan telefon qani deb so'rayapman. Telefonni ber. Mana. Yaramas Raider esa meni maxsus reysda kelgan sigirimni o'ldirdi. Shunga o'ta maxsus reysda boshqasini olib kelishga to'g'ri keldi. Raiderdan esa qutuldim. O'rniga esa shafqatsizlarcha aksolotni ishlatishga qaror qildim. Bu safar hammasi xamirdan qil sug'urgandagi o'tishi kerak. Xamirdan qil sug'urishni oson ish deb hisoblamayman. Qandayga qiyshiq otish mumkin edi-ya. Bu safar men o'ta qattiq tayyorgarlik qildim. Qaysi moblarni ishlatishimgacha belgilab oldim. Hattoki qo'rbolani ham bu ishga aralashtirdim. Konlarni yarimtadan qoldirdim-da 135 gram burchak ostida o'q uzdim. Kutilmaganda reklama. Mening serverim Artcraft. Artcraft serverida SMP bor, anarxiya bor, Battle Royale bor. Xullas u yerda yana ko'p odamlar o'ynaydi. Hoziroq IP-ni oling-da serverga otlaning. Artcraft. Mana bu odamga o'xshab o'ynang. Va bu safar o'xshadi. Arbalistika. Kelinglar yana boshqa ish bilan shug'ullanib turamiz. Masalan, baxtli fermer. Menga yana bitta dinozavrni tuxumi kerak. Yana bitta cho'kkan zombini o'ldirganimni bilaman, undan Nautilus chig'anog'i tushdi. Bu ham bizga kerak bo'ladi hali kelajakda. Bu dinozavrni tuxumi men o'ylagandan tez tushdi. Uyga qaytayotganda esa yana atsalot topib oldim. Naqd ikkitasini. Va bu safar aniq xato qilmayman. Tayyor. Endi faqat ikkitagina men ko'paytirmagan moblar qolyapti. Bulardan biri hidlagich. Uyga qaytadigan vaqt keldi. Ikkinchisi esa armadillo. Hidlagichda tuxumdan chiqishini kutamiz.
Endi bo'lsa katta bo'lishini kutamiz. Yo'q, endi shunaqa deyman, ha? Endi men rasman o'zimni baxtli fermer deb atasam ham bo'ladi. Qanday sizga shunday qimmatbaho shalgerni changalzor o'rtasida tashab ketish mumkin edi? Shakarqamish chopamiz, salyutlar yasaymiz va yana o'sha andoza qidiruv ishlarini boshlaymiz. Zarar kunandadan boshlaymiz. Zo'r chegirma bo'lsin deb hattoki 5-darajali reyd ham qaytardim. Subratlarni to'plab va ularni sarflab tushirib yetdimki, men juda ham omadsizman. To'g'rirog'i ahmoq. Sababi test olamda tekshirib shuni bildimki, yangi versiyalarda savdolar ozgina o'zgartirilgan ekan. Menga kerakli xaritani barcha geograflar usta darajasida 100% sotar ekan. Men esa shu 3 soat vaqtimni bekorga sarflagan bo'lib chiqyapman. Mana bunisini hattoki usta darajasiga ko'targan edim, lekin pastroqqa tushib ko'rish hech hayolimga kelmabdi-da. Hechdan ko'ra kech yaxshi. Agar mana shunday xaritalarga qarab qanday kerakli joyga borishni bilmasangiz, keling o'rgataman. Boshlanishga shuni bilib olishingiz kerakki, xaritada doim yuqori shimol, janub, o'ng, sharq va chap g'arb bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz xaritada mana bu nuqtada turibmiz. Bizga kerakli joy esa mana bu yerda. Bundan chiqdi biz u yerga borishimiz uchun shimolga qarab harakatlanishimiz kerak. Shimol qayerdaligini bilish uchun F3 tugmasini bosasiz va mana bu yerda uni ko'rsatib qo'yibdi. Lekin bizga kerakli joy to'g'rimizda emas. Shuning uchun ozgina sharqqa og'gan holda uchamiz. Endi biz bormoqchi bo'lgan joyni to'g'risida turganimizda to'g'ri shimolga qarab uchsak ham bo'ladi. Ayni shu tarafda bizga kerakli joy-ku axir. Tabriklayman, endi siz bemalol xaritadan foydalana olasiz. Men esa umid qilamanki, menga kerakli andoza bu yerda o'zi bor. Kim seni shaharga olib boradigan har kuni? Ana mashinangiz borku? Otalar, men shu maktabda o'qiganmiz. O'qiysan? Yo, oyi. Bu yerda esa men olamdan chiqishimga to'g'ri keldi, lekin qaytib kelganimda bazada paydo bo'lib qoldim. Bunchalik ham yaqin joyda emasdi, shuning uchun Nezir orqali borishga qaror qildim, lekin Nezirdan shu qadar uzoq koordinatalarga ketib, balki qaytishga yana 35 daqiqa vaqt ketdi. Buni omadsizlik derdim, lekin shuni orqasidan sinov yakunlandi. Barcha biyomlarni topdik. Qanaqadir shag'alli biyomni topish kerak bo'lgan ekan. Ha, bolalar. Qaytib kelib qasrni yana o'zgina o'rganib, birorta ham sandiq topa olmadim. Boshqasini qidirishga to'g'ri keladi. Yana reyd qaytarish, yana kuchaytirish va yana parvoz. Umid qilamanki, hech bo'lmasa bu yerda bo'ladi. Bilarmidingiz, bunday qasrlarda sirli xonalar ham bo'ladi. Aytsam ishonmaysiz, bu yerda meni qandaydir ko'rinmas maxluq quvladimi yoki yana nimadir bo'ldi, tovush keldi, o'zi ko'rinmadi. Shuning uchun bu menimcha qandaydir xato deb olamdan kirib chiqishga qaror qildim, lekin shuni unutibman, yana bazada paydo bo'lib qoldim. Bu safar qaytish muammo bo'lmadi-ku, lekin baribir menga kerakli andozani hech qayerdan topa olmadim. Birinchisi o'xshamadi, ikkinchisi o'xshamadi, mana uchinchisi o'xshardi. Bu uchinchi xaritani olib qasrga yetib keldim. Birinchi sandiqda yo'q, ikkinchi sandiqda yo'q, hattoki uchinchi sandiqda ham yo'q. Hech kimga zararim tegmay ketayotganimni bilaman, birdaniga tatim ishlab ketdi, lekin qizig'i meniki emas. Qo'rqib ketdim deyish hech narsa emas. O'z teoriyangizda izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Sandiqda ham hech narsa topilmaganimdan keyin Creeper menga achindimi bilmadim, yashirin xonani topib berdi. Hech narsasi yo'q-ku deyishingiz mumkin, lekin ma'no shundaki, bu yashirin xonaning tepasida har doim yana bitta yashirin xona bo'ladi. U yerda esa naqd ikkita sandiq, lekin ularda ham menga kerakli andoza yo'q edi. Eng qizig'i esa bu andozaning sandiqlarda paydo bo'lish ehtimoli naqd 50%. Eng qizig'i, men bunaqa yashirin xonadan yana bitta topdim. U yerda ham albatta ikkita yashirin sandiq bor edi. Ularni ochganimda esa men bana nihoyat keraklisini topdim. Juda xursand bo'ldim, lekin ko'nglimdan o'tdi. Orqamda turgan sandiqda ham aniq bor deb o'yladim. Kim ham shubha qilgandi. Biz topishimiz kerak bo'lgan 2 dona andoza qoldi. Shu sabab men shu o'tkani ta'mirladim-da, tungi ko'rish damlamalardan to'plab olib, qaysi biri birinchi chiqsa, o'shanisini olishga qaror qildim. Ikkalasini ham topish qiyin bu yaramaslarni. Birinma-ketin hamma tog'larni tagini tekshirib ko'rib, oxiri mana Vardinni shahrini ham topdim. Lekin menga kerak narsa bu yerda bormikan? Voy bola, uxlab qolma. Ha, tinchlik? Voy, oyijon, Siz bilan manab kelyapsizmi? Ustiga o'tirish muammo bo'ldi. Oxir-oqibat men buni qildim va oxirgi damlamani otdim, lekin bu vaqtga kelib bir nechta effekt yo'q bo'lishga ulgurdi. Faqatgina energetik kokteyl topshirig'ini bajara oldik. Yomon emas, boya shu ham bo'lmagandi. Lekin hali shoshmang, hali taslim bo'lishga erta. Balki hozirning o'zida ham bajarib yuborishimiz mumkin. Kerakli damlamalarni olamiz. Shu vaqtda raid boshlab qo'ydim. To'liqish effekti ham bor. Damlamalarni o'tamiz. Xo'sh, balki bu safar o'xshar degan edim, lekin yo'q. Hozir bu yerda raid ketayotgani uchun men raid effektini ola olmadim. Shoshqaloqligim tufayli endi menda damlamalar ham yo'q. Yetmaganiga bazada ham raid. Barcha damlamalarni boshqatdan tayyorlashga to'g'ri keladi. Bo'ldi, damlamalar bor. Yovuzlik idishlardan to'playmiz va 3-urinishni boshlaymiz. Raid qaytardim. Topshiriqlar xonasiga bordim. Yana tatem ishlab ketay dedi. To'liqish effektini oldim. Hamma damlamalarni o'zimga o'tdim.
Bize qoladi qilgan. Men ahmoq och qolish yotdan ko'tarilibdi. Umarım. Hozir. Ko'rib aytaman. Bir kishiga buyurtma qilingan ekan. Lekin bizni 3 kishi bo'ldik. Iloji bor, to'g'rimi? Qo'shniga ketamiz. Faqat narxi biroz ortiq. Ayyo, puldan muammo. Hamma yoq dabdala, birgala xatolar qildim. Shuni deb hammasi rasvo bo'ldi. 4ta cho'rilishga tayyorlanamiz. Men rayd tezroq tugashi uchun har safar dedim, lekin u qochib ketdi. Keyin qayerlargadir ketib qolishni boshladi. Shunga joyini o'zgartirishga to'g'ri keldi. Men hammasini o'z olamimda ideal qilish uchun test olamda rosa ko'p mashq qildim. Va u yerda har 3 ta urinishdan ikkitasida men topshiriqni bemalol bajara oldim. Lekin hardkor olamga kelganda yo hayajonlanyapmanmi yoki yana nima negadir hech o'xshamayapti. Xonasidan chiqqan. O'zi ham hammasi o'xshashi uchun men test olamda bu ishni 30 dan ortiq marta qaytardi. Bitta ishni qayta va qayta bajaraverdim. Pizza zakaz qildi. Ular bizga qarshi qo'zg'almoqchi. Hatto shularni hammasidan keyin ham o'zimning hardkor olamimda men buni bittada bajara olmadim. Lekin 6-urinish. Menga bitta ko'rsatam. Keyin uni ustini ustiga. O'shaning oldim. Xo'p. Baxtiga ishingiz bormi? Sol. Uday. Imkonsiz narsa yo'q. Biz buni uddaladik. Barcha effektlarni olgan joyimda qurishda menga mana bu odam juda katta yordam berdi. Eng qizig'i esa bu oxirgi topshiriq emas ekan, yana ikkita sirli topshiriq mavjud ekan. Xo'sh, ularni ham albatta bajarib tashlashimiz kerak. Va endi rostdan ham Minecraftdagi barcha topshiriqlarni bajardik. Barcha bulyuzi 25 tasini. Bu juda ham uzun va qiziqarli sayohat bo'ldi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Yana Artcraft serveriga kirishni ham unutmang, u yerda juda qiziq.